alaykum ustoz. Va alaykum assalom aziz o'quvchilar, yaxshi keldilaringmi? Hamma sog' salomatmi? Mana bugun sizlar bilan biz tabiiy fan darsligi yuzasidan 1-dekabr kuniga bag'ishlab biz sog'lom turmush tarafdorimiz nomli kichik bir tadbirimizni nima qilamiz? Boshlaymiz. Demak, bugungi tadbirimiz 1-dekabr xalqaro OITSga qarshi kurash kuni sharofati bilan biz siz bilan tabiiy fan yuzasidan mana shu kichik tadbirni nima qildik? Tashkillashtirdik. Shuning uchun hozir biz sog'lom turmush tarzi bo'yicha nima ishlar qilishimiz kerak, bizga nimalar yordam berish haqida nima qilamiz? Bahslashib olamiz. Demak, bugungi tadbirimizni ochib deb e'lon qilaman. Navbatda bugungi kunlari biz sog'lom turmush tarzi. Qizildir hatto yuzim yumurtlar yo'qalagan, nimadir bularlagan. Qovoq bosh, hajm katta, yuzim yosh, mendan foyda topinglar, qovoq simsa qilinglar. Faqat mazali, balki juda foydalidir. Unda klet miqdori bo'lgani uchun to'qlik hissini beradi. U yana yomon xolesterinni pasaytirishga yordam beradi. Undagi LDL-glikogen moddasi xolesterinni va ortiqcha vaznni yo'qotishga yordam beradi. Hisoblanadi. U bahorda kelib kuzda yig'ishtirib olinadi. Unda C vitamini va potassium hisoblanadi. Yana bolalar digesini yo'qotishda oshqovoq samarali foydalaniladi. Oshqovoq yurak, asab tizimi va suyak sistemasi hattoki immunitetni ko'tarish uchun ham qo'l keladi. Burishtirmang aftingiz, qaytmasa so'ng shastingiz. Shamollashga davommiz, bizlar shamol mo'ldomiz. Ostim ko'li, ustim cho'l, bo'lmasa men ranjirman. Bir gullamay, 2 bor hosil berar anjirman. A, C, B1, B2, B6, K vitaminlari, kalsiy, kaliy, magniy, fosfor minerallari bor. Uning foydalari qonni tozalaydi, ichki oshqozon faoliyatini yaxshilaydi, suyaklar va tishlarni mustahkamlaydi. Uni nonushtada, tushlikda salat qilib yoki xom qilib yeyish mumkin. Unda C, B1, B2, B6 va K vitaminlari, magniy, fosfor, kaliy, kalsiy minerallari bor. Uning foydalari qonimizni ko'paytiradi, terimizni yoshartiradi. Bolalar yonida bir zum o'tirib, mehrli ko'ziga bir to'yib qarab, dunyo ishlarini bir chekka surib, vijdoni borlar bolangiz asrang. Dunyoni holidan xabarsiz kishi, mazmunsiz umri bahor o'qishi, hech qachon tugamas bu dunyo ishi. Muqaddas yerni, tabiatni asrang. Bolalarni asrang, daraxtlarni asrang. Tugaydi sabri dunyo, tabiatni asrang. Dengizlarni asrang, osmonlarni asrang. Bardoshi yetmas dunyo, tabiatni asrang. Bugün ona zamin titraydi dam-dam, qancha o'rmonlarni yutdi olov ham. Ko'chkilar, toshqinlar, ofat har qadam. Xudo asrayapti bizni yanayam. Jonzotlar tug'ilmay nobud bo'lishdi, odamlar haddidan ziyod oshishdi, hattoki tabiatni pulga ishtirokidagi o'quvchilarni kichik sovg'a bilan tabriklayman. Hammalaringiz kelajak ishlaringizga omad tilayman. Men Farangizdan kutmagan edim. Juda ham chiroyli gapirdi. Men Farangizga mana o'g'lim ishlatgan matematikani olib keldim. Bu ham Farruxga o'xshab yaxshi o'qishlarga kirib, o'zini orzulariga yetsin. Tabriklayman. Mana rahmat qizim. Ofarin sizga. Xo'p.
ham farqni ishlatgan yoshlikda o'rgangan matematikani shundan boshlagan. Bu qizimni Osiyoga beraman. Qizim hayotlari omad kiyimlarini beraman. Barakalla qizim juda ham chiroyli o'qidi, she'rlarni xato qilmasdan. Barakalla.